Yana steyashga muammosi. Beton ustidan asfalt yotqizish qanaqa chiqadi? Mana bunaqa chiqadi. Nosotib olgan, hozir nima haqda o'ylab ketyapti? Nosotgan nima haqda o'ylab ketyapti? Akalar ko'rib turganingizdek, bizlar domimizni oldi plashatkalar bilan birgalikda asfaltlarimizni yotqizib bo'ldik. Albatta mana bunaqa bordyurlar bo'lsa bor-ku, juda ham ajoyib chiqadi. Negaki asfalt ikki tomonga qadalib, juda ham chiroyli, idealli chiqadi. Bu tomon beton. Oldin shunaqa holat bo'lgan, mana beton holatda bo'lgan. Betonlarni qaranglar, akalar. Beton qilishinglarni tavsiya qilaman. Qachonki bir usti yopiq joylarga asfalt beton qildirsanglar bo'ladi, akalar. Bizning asfalt yotqizish xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Alo, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Labbay akajon. Aha. Aka, vodiyda biz ish olib bormaymiz. Vodiyda bizning filialimiz bor aka, Farg'ona asfalt. Yozib olasizmi nomerini? Aka, biz Toshkentda qilamizda, Toshkentda vohada. 91lik 669 44 66. Ha. Ravshanbek aka, vodiy bo'ylab qiladi aka, Farg'ona asfalt. Aka, vodiy bo'yicha nomer ading-ku, Farg'ona asfalt. Eshitmaganmisiz? Nomi Farg'ona asfalt brendi. Rahmat. Aka, menga qanday ixlos qilgan bo'lsangiz, xuddi shu Ravshanbek akamga ixlos qilavering aka. Endi hozir men sizga narx navosi nima bo'lishi, vodiynikini bilmayman-da akajon. Ikki xil chiqib qoladi. Shu o'zlari bilan gaplashib olaverasiz. Xo'p bo'ladi aka, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi, xo'p. Akalar ko'rib turganingdek, vodiydan telefon qilishdi. Bizning vodiyda Farg'ona asfalt filialimiz bor. O'zim Toshkent shahar, Toshkent oblasti bo'ylab hamda Voha bo'ylab, ya'ni Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Navoiy bo'ylab ish olib boraman akalar. Bizning asfalt yotqizish xizmatimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 94lik kod bilan 538 44 olmish yoki 94lik kod bilan 7005 raqamiga chiqsanglar o'zim ko'taraman akalar. 44 olmish raqamiga chiqsanglar uni dadam ko'taradi akalar. Biz ota bola asfaltchimiz, men dadamning shogirdiman. Hammada har xil kasb bo'lgan, menda esa ota kasb bo'lgan. O'shaning uchun ishimizga zoir garantiya bera olamiz. Chunki o'z ishimiz ustasimiz deb ayta olaman. Xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Bizning bunaqa asfalt yotqizish xizmatimiz nafaqat hovliga, gaz quyish shoxobchalariga, mana shunaqa joylarga ham, tagi beton bo'lsa, shag'allarni ustidan ham tekislab, ustlarida shibin tashab asfaltni yotqizib beramiz. Boshqa katoylarimizni ham olib borib bosib beraveramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasiz, narx navoz telefonda gaplashaveradi, ob'yomni katta kichikligiga qarab narx aytilaveradi akalar. Tez aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu joy 600 kvadratli ob'yom bo'lib, akalar beton usti 75 mingdan tayyor qilindi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Yana bir qaytarib o'taman, 94lik kod bilan 538 qilib turolmish yoki 94lik kod bilan 7005 raqamiga aloqaga chiqing. Men asfaltchi bola xizmatinglarda bo'laman. Videoga like bosib qo'yasizlar, asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasizlar, yangi bo'lsanglar. O'z izohinglarni kommentariyaga yozib qo'yasizlar.